sizdek rol to'yman, даже завтракka ham, obedga ham faqat rol to'yman. Alma holati? Parol necha? 0. Xato deyapti. 69 emasmi kodi? Kodlar siz qo'yasiz aka. Bo'pti, nech pul olasiz buni? 2000 ming tortishyapti. Crumble cookie yesangiz bosh og'rig'i o'tib ketadi, bilasizmi? Yo'q, boshim og'riyapti. Ha, yo'q. Ay, boshim. Mana aka yoqimli ishtaha. Aka bizning aysilarimiz qorong'idan yordam beradi, bilardingiz? Yo'q, qornim bormayotgan. Bera qo'ying. Telefon bormi sotib Qo'yib o'zingizcha. Problema bor ekan sizga. Problema? Problema bor. Radar, Lodgen, Muляж. Kimingiz zo'r ekan. Просто silni bo'lib kiyinyapsiz. Nima unaqa katta ketyapsiz? Men katta ketayotganim yo'q, o'zingizga o'xshab muomala qilmayman. Hop. Mana bir Telefon kunlik olishga keldingizmi? Telefonni ko'ring, faqat menga qarab olib qo'yaman deb. bo'ldi. Nech pul? 700. 700. Pensiyaga chiqqan telefoningizmi? Orqalari sinib yotibdi, oldilari daddalasi chiqib yotibdi. Chaqqa chuqqa bo'lib yotibdi. O'zim ishlatganman, 700 o'shancha. O'zingiz ishlatgansiz? Da. Agar siz ishlatganingizni kimdir biladigan bo'lsa, butun umr sota olmayman bu telefonni. Tushunyapsizmi? Android olmayman-da. Ne unaqa telefon menga ko'tarib kelasiz? Menga iPhone dedingiz-ku. Qanday pul? Mayli $100 yetadi. O'g'lim musulkadan topib kelmayapsizmi? Nima bo'lib olsa, shu yerga urib tashlaysiz, ana. Assalomu alaykum. Uzoq kutilgan Bilaydi chempion modellarini yetib kelgan. Ikkita pasidan oq va qora ranglarda mavjud. Rahmat, yaxshi. Sog' bo'ling. Rahmat. 5 so'mmi? 5000mi? 5000mi? Bitta to'g'ri 5000mi? Men qilmadim, men dadam qilgan po'lat emas. To'g'rimi? Men ishchiman. To'g'ri qiladi. Qiladimi? Boshqalarga yo'q, faqat menga. Maqtanib yurma. Tualetga 4000 ga kirdim-da, 5000. Men qarang, bola o'g'risiman. Yosh bolalarning narsasini o'g'irlab qo'yaman-da. Meniki planshetga. Bere. Abdulloh akam seni taradi. Lekin. Sekin men. Men bola o'g'risiman. Menga ketasan. 2 minutda kelay. Menga ketasan. Yig'lasang bo'lmaydi. Jigarlar bilan yig'ilishimiz bor. Mana bu telefon ekan. 5 oling, 2000 bering akam. 2000? 2000. Ukamni xatlaysan? Toshkent Kindudanmi akam? Kindu? Kindu. Ukam men Anjarliman-da, men Anjarning safarlari bo'ladi. $149,000 so'm obunachilarga. Jami 480,000 bo'lyapti. 200,000 beraman akam. Nech pul? 200,000. 200,000? O'zbekcha bilmaylar. Naftiga qidiramiz. Agar menga sal og'irlik qilmasa. Chiroyli gaplashavering. Ya, prosta pul ko'p-da, Bular bilan gaplashamiz. Qanday uchun bo'lsa? Aka, Qanday uchun bo'lsa? aka pul bularniki-da, o'shaning uchun. Opa meniki, nima deya olasan? 400. Hech pul, boshini urib yoraveradi. Yana kelmoqchiman. Nega sizcha boshqa telefon olib ketaman? Qaysi do'kon edi o'zi? Texnomarkazdan ko'rmayapsan. Do'kon. Ertaga o'zing keyin faqat gaplashamiz. O'zimga. Qochib ketmasang bo'ldi.
hozir mana shu telefon bilan shapalolab tashlayman. Gapingizni, narxlaringizni filtrlab keling. Men uchun вообще arzon aytyapsiz, g'alatiroqmisiz? Menga qara, 05. Короче, menga 17 max kerak, bormi? Bor, aka. 4 ta kerak. Amallilu. Как раз 4 ta bor edi, aka. Faqat nasiya kerak, aka. Nasiyagami? Keling unda, aka. Ha, yozingchi endi. Nima deb? Yo, aka, taksi to'xtatmoqchi emasdim. Niyat boshqa edi, bo'lib cho'tga ketavering hamma. Yo'llardan. Nima qilay, aka, nima qilish kerak hozir? Assalomu alaykum. Aka, vaqtingiz bormi? Vaqtim bor, nima qilasiz? Ozgina gaplashtiring. Instagramdagi bloger qizlar narsasini rastakovka qilsa. Dastavkam kelibdi, bitta video qilib olishim kerak. Voy, mana dastavkam kelibdi. Voy, qanchalar kutganda, voy. To'la qizlar, men Xuypintin Chixuaxuadan qilgan zakazim yetib keldi. Birgalikda unpacking qilamiz. Unpacking. Demek qizlar bu zakazimni 14 milliard 600 milyon yil oldin zakaz qilganman. Mana bani nihoyat bugun yetib keldi. Qaychim yo'q edi, o'shaning uchun pichoqda kesaman. Qaychi demay qishloqlarga o'xshab menga rus tilida gapirish oson-ku. Rus tilida gapirsam meni zamonaviy qiz ekan deb o'ylashadi. Nojnitsam yo'qligi uchun pichoqda ochyapman zakazimni qizlar. Tak endi men ochish effektini qilib berishim kerak. Wow! Yo'q, bo'lmadi boshqatdan. Wow! Men kutgan zakaz. Aka, menga qarang, normalniy gaplashinglar. Shuni olmayotgan esa parani 05 deganlaringizdan keyin ko'chada yura olmay qoldim. Ko'chada yura olmaydi, qilib qo'yaman. Normalniy gaplashing, mana shu telefonni olib qoling, 16 max. Bo'ldi. Nech? Uy, billa. Kim bu ajdar? Bular hayb qilganingiz. Ajdorxogimi? Qarsarxo aka. Hop. O'z javob qilish bo'lmasa, odamsiz. Yura olmayman ko'chada. 16 max nech pul bo'ladi? 1200. Shapalolab tashlayman mashinalarni. Shapalolab tashlaysiz. Telefonim bilan urishtirib qo'yingmi? Bering. Shunaqa bo'yi pastlarni miyasi yaxshi ishlaydimi? Ishlamaydimi? Sizga yaxshiroq ishlaydi. Gaplashaylik buni. Men bering bo'ldi. Men sizlar maydalashib, chudalashib o'tirgim kelyapti. $700 beraman. Ekranlar qiriladi. 70-75 ladamsiz? Mana iPhone 17 g'alati chiqdi. Kameraga kirib ketar ekanman. Telegramga bostirib ketib qoldi. Nima qilsam? Voy, bala, yoqqa o'tib qoldi. Buni teparoq ko'tarsam anaqa bo'larmikan? Bekor Dubaydamizda, bo'lmasa Kurtkam yonib ketdi. O'shaning uchun hozir sovuqda qiynalyapman. Agar qo'lingizdan kelsa, tepada karta raqam qo'yib qo'yaman. Menga yordam bersanglar, o'zimga kurtka sotib olardim. A few moments later. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga Swift avtomobilni xarid qildim. God damn! Тихо. Ketdi. Хорош. Давай, ketdik. Go. Oy, qoch. Yes? Yo,
olib kelman, o'zimni tashiyman. Yo'q, men charchab ketdim, aka. Hech kimga kerak emasman-da. Taksiga to'xtab turgan. Aka, tushunmaysiz-da. Mendan hamma foydalanib tashlab ketyapti. Tasha. To'xta. Arog'imiz loy bo'lib qoptimi? Qartaman. Chunki O'zbekiston ramzi hech qachon loy bo'lmasligi kerak. To'xta, endi qo'limni loy qildim. Nomerni aytib qo'ying. Mendan nima ketdi? Telefonim qaniydi?